Yo, O'zbek Minecrafterlar, qalaysizlar? Bugun sizlar bilan men Rocky bo'lyapman. Sizlar bilan bugun hardcore'da 100 kun yashashga harakat qilamiz. Qani ketdik. Ana yerda oshqovoqlar bor ekan. Oshqovoqlar bor joyda qishloq bo'ladi. Birinchi maqsadimiz qishloq topib, yerda golem to'ldirib, ovqat yig'ish. Keyin kravatdan olish. Shu birinchi maqsadimiz, keyin olmos topish, keyin drakonni o'ldirish. Oson bo'ladi degan umiddaman. Shu daraxt chopamiz. Oy. Ana endi shu tosh qishloq porga o'xshayapti. Ketdik. Birinchi meni niyatim golemni o'ldirib, birinchidan temirli kirka yasab olish. Taxtali emas-ku. Ketdik. Yerga mayli, bu yerda qishloq topolmadim. Oy. Verstak. Kirka. Kirka qani? Mana bo'ldi. Mana kirka. Bo'ldi, ketdik. Ana shuni sindirish o'limda. Ana endi faqat toshga avlaymiz, ketdik. Oltida yetib qoladi. Toshli narsalar yasaymiz. Aslahalar. Buni birinchiga qo'yib olamiz va bo'ldi, bu yerdan astagina suramiz. Ketdik. Mana. Endi yana daraxt chopamiz va konga tushamiz. Menga 20 tacha daraxt yetib qoladi. Daraxtni maydalangandan 2 takcha bo'lib qoladi. Ovqatam bor. 14 ta yetadi. 16 ta bo'ldi. Ana endi yana bironta g'or topib o'sha yoqqa o'tirish kerak. Katta g'or ekan. Voy, jonim ketdi. Zombilar bor ekan. Zombilarni qiramiz. Bu yoqqa. Bolachasi ham bor ekanmi? Bolachasida ham bo'lmasmi ustosh, ey? Qalaysan, rachka. Kema baribir o'ldiraman. Ana o'ldi. Bu yoqqa keyinchalik tushamiz. Hozir bu yerda zombilar ko'p ekan. O'lib qolsa emas, tamom bo'ladi. Hozir drakonni ham o'ldirishga borish kerak. Birinchi o'rinda o'zimga bazacha qurib olaman. Qishloq topib. Qishlog'i yoniga bazacha qurib olish kerak. Ko'mir. Oppo. Ko'mir olamiz. Sham qilib olishga. Bu vijvanini hardcore'da birinchi qismi bo'ladi. Bu drakonni o'ldirganimcha qism bo'laveradi. 2mi, 3mi shuncha qism bo'ladi. Qanaqasi kelganmi? Shunaqasi kelgandek. Ovqat. Yapmayız. Ana bir yerda cho'l chiqdimi?
Yo, cho'l chiqmadan shu yerga bitta hozir ba'zicha qurib olaman oldin chichacha. Daraxt kavlay. Ana shunday kavlayman. Yigirma 27 bo'lib ketibdi. Endi 28 bo'ldi. Kech tushyapti, tezroq qo'y topib olish kerak. 2 ta qo'y yetadi. Eshak go'shti yeb bo'lmaydi. Chunki eshakdan go'sht tushmaydi. Yer tagiga bitta bazacha qurib olish kerak-da. O'yinda oxirigacha kuchayish kerak. Mana bo'ldi. Ana endi bu yerdan ana bunaqa fakir topib olamiz. Mana bunday qilamizda bu yerga o'raymiz. Bo'lmasam zombilar kelib bizni yoraveradi. Yevoradi. Ana shunday nega jurni qo'yyapman. Go'sht pishsin ungacha chichacha mana shunday turamiz. Boks qilyapman. Zo'rda ana shunaqa emotsiyalar. Hammasini ungacha qarsak cholyapman. Ana shunday go'sht pishibdi. Ungacha men bekor turmasdan pastga kavlab turaman. Agar haligi bo'lmasa, nima deydi, lava ko'li chiqmasa agar, undan ko'ra to'g'ri kavlab chiqaman. Kavlab ketaman, olmos chiqsa yaxshi bo'ladi. Xo'sh. To'ppa to'g'ri. Bilaman sen lekin nasan. Xo'sh. Bu videoni oxirigacha ko'rishlaringizni so'raymiz. Bu video yo 10 minut yo 15 minut bo'ladi. 7 minut o'tib ketibdi. Bu qism ana kaminacha bo'ladi, chunki vobshe qishloq topolmayapman. Ikkinchi qismida qishloq topib, narsalar olib, narsalar olmayman-u. Короче, noldan kuchayib yoki ana shu toshli narsalardan kuchayib video qilib chiqaraman. Podpiska bo'lishlaringni so'rab qolaman. Bizga podpiska bo'lsalaringiz zerikmasizlar. To'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Zeriktirmaysizlar. Temir qachon chiqarkan? Birinchi qismi shu yerda o'tib ketsa kerak. Hardcore qilishim qiyin ekan. Oppo. Pastga kavlab ketaveraman, короче. Agar lava chiqib qolmasa, lava chiqsa video tugaydi. Chiqmasa, davom etaveradi. Yo, pastga kavlaveraman. Kavlavermayman. Ana shunday kavlab ketaman. Xo'sh. 9 minut bo'ldi video. 1 minut qoldi temir topishimga. Nega temir chiqmaydi? Hozir yangi Minecraftda boru temirlar ham kamayib ketgan. Orqaga qaytsam ekan. Yoritib ketish kerak. Qo'rqib ketibman. Korоче, orqaga qaytaman. Pichkam bor u yerda. Ketdik. Hozir borib toshli kirka yasaymanda, yana qazish davom ettiraman. Ketdik bo'lmasa. Daraxtim
Qani daraxtim? Daraxtim bor ekan. Ketdik. Yerga emas. Ana shunday to'g'ri kalab ketamiz. Bu yerga bitta bazacha qilib olsam ekan yerdagi. Bazacha qilib olsam, lekin dahshat bo'ladi. Bu yoqqa fakir qo'yamiz. Vahshiy zerikib ketdim boru. Oppo. Pastda g'or bor shekilli. Skelet ovoz kelyapti. Korotchi qiziq bo'lmayapti. Ana endi toshdan aslaha yasayman desam ishomaylar. Bunaqami? Ko'chaga chiqaymi? Ustimizda skelet bor shekilli. Holi ham yorug' ekan. Korotchi, bu birinchi qism edi. Hammalarga xayr. Like bosinglar va kanalga obuna bo'linglar. Xayr.